Sen hali kichkina bo'lganingda, kasal bo'lib yotganingda, kim har doim boshingda turgan? Uzun tunlarni ko'z yosh bilan kim bedor o'tkazgan? Birodarlaringmi? Do'stlaringga qanchalik saxiy ekanligingni ko'rsatayotganingda, ayollaringga, farzandlaringga qilgan saxiyligingni ulardan ko'ra haqliroq bo'lgan insonga qila olmaysanmi? Ota-onalar hattoki o'zlari xohlagan narsalarni farzandlariga berib yuborishadi. Farzandlarim to'q bo'lsin deb o'zlari och qoladilar. Keyin esa bu ulg'ayadi, g'ururli, bahaybat, baquvvat erkak bo'ladi-da, o'zining eng yaqin insoniga kibrini ko'rsatadi. Shuning uchun birodarlar, ota-onangizga qiladigan muomalangiz u siz beradigan qarzdir. Ota-onangga qilgan muomalang sen bergan qarzdir. Sen nimani qarzga bersang, senga ham xuddi shu narsa qaytadi bilib qo'y.